Assalomu alaykum. Ta'lim muassasalarida sanitariya qoidalari, me'yorlari va gigiyena normativlariga rioya qilinishini muntazam ravishda o'rganib borish Sanepid qo'mitaning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Hududiy boshqarmalarimiz tomonidan 2025-yilning 4 oyi davomida jami 3295 ta umumta'lim maktablarida rejali tekshirishlar o'tkazildi. Tekshirishlar davomida kimyoviy tahlillar uchun jami 41976 ta namunalar olingan, shulardan 1988 tasi talabga javob bermagan bo'lsa, bakteriologik tahlillar uchun 7327 ta namunalardan 527 tasi sanitariya qoida va me'yorlari talablariga javob bermagan. O'quvchilar ovqatlanishini to'g'ri va xavfsiz tashkil etilganligi ustidan nazoratni amalga oshirish chog'ida mikrobiologik ko'rsatkichlarga tayyor oziq-ovqat mahsulotlaridan 227 ta namuna olingan, shundan 2 tasi. Ichimlik suvidan 2862 ta namunadan 126 tasi talabga javob bermaganligi aniqlangan. Umumta'lim maktablarida sanitariya qoida buzilish holatlariga yo'l qo'ygan mas'ul shaxslarga nisbatan 2157 ta holatda ma'muriy choralar, ya'ni jarimalar qo'llanilgan. 186 ta muassasalarning ish faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. 973 nafar ishchi xodimlar tibbiy ko'rikdan o'z vaqtida o'tmaganligi sababli ishdan vaqtinchalik chetlashtirilgan. Qariyb 18470 kilogramm miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari brakiraj qilingan. Prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda yuqumli kasalliklarning 35-40% oddiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida yuzaga kelayotganligi ta'kidlab o'tildi. Har bir ijtimoiy soha muassasasi toza, ozoda bo'lishi, unda odamlar uchun qulay sanitar gigiyena sharoiti yaratilishi shartligi qayd etildi. Shuningdek, sog'liqni saqlash va ta'lim tashkilotlarida ichimlik suvi hamda sanitariya gigiyena infratuzilmasini kengaytirishga qaratilgan toza qo'llar dasturi amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Ushbu dastur doirasida sog'liqni saqlash va ta'lim tashkilotlari sanitariya gigiyena vositalari bilan yetarli miqdorda ta'minlanadi. Shuningdek, ularda ichimlik suvi ta'minoti va sanitariya gigiyena obyektlari infratuzilmasi yaxshilanadi. Ular binoning ichki qismiga joylashtiriladi. Aholi, jumladan bolalar o'rtasida shaxsiy gigiyena odatlarini shakllantirish va unga rioya qilish bo'yicha targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. Ta'lim va tibbiyot tashkilotlaridagi qo'l yuvish joylari sanitar gigiyena vositalari bilan to'liq ta'minlanadi. Sharoiti og'ir bo'lgan 126 ta maktablarda hojatxonalar bino ichida joylashtirilib, yangidan quriladi. 6000 dan ziyod bog'chaga gelio kollektor olib beriladi. 4295 ta ijtimoiy muassasa suv baki, sisterna o'rnatilishi belgilandi. Ushbu maqsadlar uchun shu yilning o'zida davlat budjetidan 780 milliard so'm ajratiladi. Barcha hududlardagi ta'lim muassasalaridagi sanitariya gigiyena shoxobchalari to'liq xatlovdan o'tkaziladi. Baholash natijasidan kelib chiqib, qoniqarsiz deb topilgan sanitariya gigiyena shoxobchalarini sanitariya talablariga to'liq mos holatga keltirish choralari ko'riladi. Ushbu dasturni o'z vaqtida to'laqonli amalga oshirilishi uchun maktabgacha va maktab ta'limi hududiy boshqarmalari, tuman shahar bo'limlari mas'ul etib belgilandi. Ushbu tashabbusdan ko'zlangan maqsad sog'lom, barkamol avlodni, tibbiy madaniyati yuksak bo'lgan avlodni voyaga yetkazish, aholi o'rtasida yuqumli kasalliklar, ichak infeksiyalarining oldini olish, sanitariya madaniyati darajasini oshirish, aholining ovqatlanishi, dam olishi va mehnat qilish sharoitlarini yaxshilashdan iboratdir. E'tiboringiz uchun rahmat.